Hürmetlik vatandaş leksiyalarımızı davamlaştırırız. Bugün çizla 2020 yıl 78. ayının 2. günü. Heptiki yakşembe. Endiki haberinin devamı, başlık haberinin devamı. Devamında vatandaşları. Guahlık beriş yığınında 7. ayının 30. günü Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Majlisining Kengash palatasida Davlat ishlar katibi Mike Pompeo guahlık berish yig'iniga qatnashdi. Shu guahlık berish yig'inida ba'zi senatorlar Davlat ishlar katibi Mike Pompeoning Jungoga qattiq qo'l maydon qo'llanganligini, jumladan o'tgan hafta Jungo to'g'risida nutq so'zlaganda Jungoning davlat rahbari Xi Jinpingning ismini bevosita tilga olganligini madihladi. 7. ayning 23. Kaliforniyada so'zlagan nutq. Yangi demokratik tashkillash nishonliq Demokratik Davlatlar Ittifoqi nishonini qanday ishga oshirish kerak? Senator Romney Prezident Trump ma'muriy doiralarning Beijingga qaratgan maydonini madihladi. Hamda mundaq hisobladi. Davlat ishlar katibi Mike Pompeo Nixon nomidagi kutubxonada leksiya so'zlaganda o'rtaq qarashdagi bir fikrdagi davlatlar bilan birlikda Jungoga qarshi tura oladigan bir demokratik ittifoq qurish ideyasini o'tirib qo'ydi. Senator Romney Davlat ishlar katibi Mike Pompeoga mundaq savol qo'ydi. Yangi bir harakat qo'llanib yoki zo'r bir harakat qo'llanib bu nishonni ishga oshirishni o'ylashdinglarmi? Davlat ishlar katibi Mike Pompeo javob berib mundaq ko'rsatdi. Rostini aytsam, birinchi qadam dunyoni uyg'otib bu tahdidni, ya'ni Jungo tahdidini tanitish kerak. Uzundan beri Amerika ve dünya Jungo'dan payda elishga bo'ladigan fursatni ko'rib yetib, bu ko'rib yetish asosli tashqi siyosatga aylangan. Ya'ni davlat bilan davlat savdo qilish, manfaat almashtirish yoki manfaatga erishish. Mushu buralarda Amerikada davlat siyosatiga aylangan edi. İmkaniyatning baricha Jungoga eksport qilib, xizmat ish o'rnini Jungoga o'tkazib bergan edi. Ta'minlash liniyasi Jungoda qurilgan edi. Men vazifaga o'tirgan bir yildan beri dunyoning har qaysi joylariga berib, Jungo tahdidini to'nib yetish xizmatini ishladim. Men bu harakat yangi boshqa harakatlarga o'xshamaydigan harakat deb hisoblayman. Bu yeterlik bo'lmasa mo'tahi, lekin o'tmishda yuz bergan emas. Xizmat ishlash, har qaysi davlatlarga xizmat ishlash o'tmishda yuz bergan emasdir. Davlat ishlar katibi Mike Pompeo mundaq dedi. Amerika boshlamchi bo'lib, Jungoga qarshi Amerika boshlamchi bo'lib, Jungoga qarshi turdi va boshqa davlatlarni bu yo'l bo'yicha qo'llaydi. Jungoga qarshi turish bo'yicha boshqa davlatlarni qo'llaydi. Amerika diplomatiya ishlarining boshqaruvchisi Si Boloy sifati bilan davlat ishlar katibi Mike Pompeo mundaq ko'rsatdi. Davlat mahkamasining har qaysi bo'lim tarmoqlari 20 necha tur bo'yicha tirishchanlik ko'rsatib, bir qator munosabatlarni shakllantirdi. Dunyoviy munosabatlar, ittifoq qurish va ittifoqni kuchaytirish, boshqa davlatlarni qoyil qilish, Amerika boshlamchi bo'lib, Jungoga qarshi turishning tayyorligini qilib bo'ldi. Amerika boshlamchi bo'lib, Jungoga qarshi turishning tayyorligini qilib bo'ldi. Ular harakatini deb o'rnidan dast turganda biz Amerika ularni qo'llaymiz. Xinjiang masalasi bo'yicha Jungoga texnik ko'p tadbir qo'llanamiz. Ya'ni mustamlik Uyg'uriston masalasi bo'yicha Jungoga texnik ko'p tadbir qo'llanamiz. Senatorlarning Xinjiangga aloqador, mustamlik Uyg'uristonga aloqador qo'ygan savollar qo'yilganda Davlat ishlar katibi Mike Pompeo mundaq ko'rsatdi. Amerika dalazar Jungoning Xinjiangda mustamlik Uyg'uristonda huquqni, kishilik huquqni dafsanda qilish harakatlariga yangi tadbir qo'llanishni planlayapmiz.
Şinjangda kişilik hukukni depsende kılgıcı Cungo Kompartiyası ameldarları ve onun Cungo'nun siyasiga karşı azar Şinjangda yeni tedbir kollanış planını planlavatımız. Men bu doğruda yakında elingan kararının aldığı ötüvelişni halamayman. Dikkat vatandaş demek şu doğruda hazır siyaset belgilenip oldu, tedbirle elinip oldu Şinjan kişilik hukuk meselesi boyunca. Uyguristan kişilik hukuk meselesi boyunca. Şunu ben bir yer sizlerge bir neme demeyim. Çünkü bu işinin, bu tedbirinin, bu planın aldığı ötüvelişni halamayman. Demek plan tüzülüp oldu. Dikkat vatandaş. Ben elingan karardan aldığı ötüvelişni halamayman. Lekin sizler hatırcam bulunlar. Davatıda senatorlığa biz kadem hareket kılımız. Şinjan'da kişilik hukuk meselesi boyunca kadem hareket kılımız. Devlet İşlakatı Mike Pompeo senatorluğa şundak cevap verdi. Koygan suallara yukarıdaki cevap verdi. Devlet İşlakatı Katibi Mike Pompeo mundaq tilga aldı. Şinjan'da, müstemlik Uyguristan'da zorvallık kılmışlarını sadır kılgan Cungo emeldarlarga ve bu emeldarlarının zorvallık kılmışlarını kollagan şirketlerini imbarga kıldık. Bunu tünügen bin tüveni sizlerge anlattık. 7. ayının 9. günü Çinçivengo katarlık 4 nefer emeldarını imbarga kılganlığını sizlerge anlattık. Hazır plan tüzülüp oldu, karar elindi. Ben sizlerge bu meydanda bir nersi demeymen deydi. Devlet İşler Katibi Mike Pompeo.